Hammaga salom jigarlar. Men ancha YouTube'dan ketib qoldim, chunki bunga o'ziga xos sabablar bordi. Esingizda bo'lsa, men darsda o'ynab qo'yardim. Mana o'sha akkauntim shunchalikka zo'r bo'lib ketdi mana. Qaranglar. Stadionlarim ham zo'r bo'lib ketdi. Endi yana men qaytdim va yana darsda o'ynab video qo'yamiz. Chempionlik sari birinchi qismda tugab ketdi. Endi ikkinchi qism qo'yamiz mana shuni. Qaranglar. Mayli, davay. Stop. Mana buni kontrolni verilarga qilib mana buni kattaroq qilib olamiz. Komfortroq shu menga. Let's go. Ovozlarim ancha o'zgargan, katta bo'lib qoldim endi mana. Voy. Oldin beginnerda o'ynab ko'p gol urardim, esingizda bo'lsa. Endi legendariga kelib gol urish anchagina qiyinlashib qolgan. Lekin men baribir zo'rman, kuchayib ketganman. Yaxshi o'ynayman. Burchak to'pidan shunaqangi o'ynab tashlayman va Holland bilan osonga urib qo'yaman. Grafikalarni qaranglar, tiniqligini. Ancha yaxshi telefon oldim. Ajoyib. Erling Holland. Endi Hollandda, endi chiqardi. Hollandda endi. Let's go. O'zi ovozim bundan ham boshqacharoq, shamollaganimga endi shunaqa boshqacha bo'layotgandir meni. Orqaga va Valverde pushka. Pas bo'lib qoldi-ku bu Hollandga. Vinicius, Erling o'zi bilan tepsam bo'lardi. Voy. Yaxshi Alisson. Baratar bilan chiqib ketaman, u bilarga qarshi. Qani Viniga Vinicius. Van Dijk. Çalhanoğlu, Arda Güler, Van Dijk, Alisson Becker. Endi yana menimcha har hafta bitta-ikkita video qo'yib turaman. Har kun emas, chunki endi o'ziga xos ishlar bor endi. O'zi YouTube'ga qayta olganim bu juda ham yaxshi narsa deb o'ylayman sizlarga. Ancha video qo'ymadim va 2-0. Lekin dilsam ko'p o'ynadim. 2 yilda shugina bo'ldimmi degan bo'lishlaring mumkin. 2 yilda, yarim yilda 5-6 oyda shuncha bo'lib ketdim. Chunki o'shandan keyin kirmadim, 5 oy oldin boshladim yana dilsam o'ynashni. Bundoq almashtirib qo'yamiz. Endi to'g'ri bo'ladi. Yaxshi, let's go. Erling Holland, Lamine Yamal. Rodri yana oltin to'p sohibi bo'lishi mumkin. Chunki Checheni yutdi. Hollanddan hat-trickmi? Afsus. Çalhanoğlu, Yıldız, Kerkez, Sheshko, Benjamin, Alisson Becker darvozada baribir yaxshi ancha. Telefonni dilasini ovozi chiqmayotgan sababi o'chirib qo'yganman, faqat meni ovozim yaxshiroq eshitilishi shu uchun mikrofon yoniq faqat. Shtraf, jarima zarbasi. Bu yerda Valverde bormi? Yo'q, Kylian ekan. Kylian yaxshi deb olmaydi. Shuning uchun bizda Kevin De Bruyne tushirdan jarima zarbasi bo'lib qoladi endi baribir. Menimcha gol emas.
Yo'q, ajoyib bu aylanma zarba. Buni save qilib qo'yish kerak. SMS kelmay turay. Erling bilan hat-trick qila olmayman. Hat-trick uchun harakat qilaman chunki voy darvozabon ajoyib save. Van Dijkdan ham ajoyib zarba. Endi sizlar bilan birga bo'lamiz yana YouTube'da. Har haftada video chiqadi albatta endi. Albatta. Boshqa telefonlarimdan bo'lsa ham video olaman. Kanalimni ulab olganman chunki. Yoki Grunus Editga video chiqmasa, balki 3-kanalim Rabbimov pastki chiziq keyin Sisi. Kommentda qoldiraman. Ikkita qolgan kanalimda ham bunda chiqmasa, demak, ularda video chiqqan bo'ladi. DLC yoki yana boshqacha videolar. Bitta kanalimda yana Tekken Robux ham berib turaman. Obuna bo'lib quvvatlilar, bittasida 2000 ta obunachi, unisida esa yaqinda ochdim 25 ta shunaqa. Bunda esa 500 ta Grunus Editda o'zinglar endi poddeshka qilasizlar. 1000 ta bo'lamiz bunda ham. U kanalimda 3000 ta bo'lish orzu. Chunki ko'paymayapti, yaxshi yemayapti videolarim. Xo'lan dubl bilan potom oldi. Reklama ko'rmaymiz, gado emasmiz. To'g'ri deb qo'yinglar. Darwin Nunes chiqdi mana bitta. Bu ham qarib ketibdi, soqqollarni qaranglar, mo'ylab soqqollarni. Qani men bu agent ochish kerak. Bugun shuni o'ynab ochaman. Videoda bo'lmasa ham shuni ochganimni shorts qilib qo'yaman. Qani let's go. Yevropa All-Starlari eng yaxshilari. Oh my god, Kane, Dembele. Yaxshi, menda ham bor endi. Mbappe. Hujumga Dembeleni qo'yamiz.